Assalomu alaykum. Men ismim Najim Jahongir. Bugun bizda tishlarning ekstruziya, ekstraksiya, intruziya, fkalachiya, ya'ni qoqish farqlarini bilib olamiz. Birinchi ekstruziyadan boshlaymiz. Ekstruziya o'zi nima? Ekstruziya tish segmentini o'sishi. Tish segment deganda bizda tishdan tashqari milkimiz, suyagimiz, parodont to'qimasi, parodontalniy svязкаларni tasavvur qilishimiz kerak. Hammasi yig'imi tish segmenti deyiladi. Ekstruziya vaqti shu hamma segment bilan birga o'sadi. Agar yuqori jada bo'lsa, yuqoridan pastga, agar pastki jada bo'lsa, pastdan yuqoriga. Shunaqa bu o'tadi ekstruziya. Buni biz qanaqa tabiatda ko'rishimiz mumkin? Tasavvur qilamiz, pastki jag'imizda oltin tishimiz yo'q. Keyin sal vaqt o'tgandan keyin ko'ramiz, yuqorgi tishimiz kontakt qidirib pastki asosda o'tishni boshlaydi. Qarama-qarshi kuch yo'qligi hisobiga. Bu gravitatsiya qonuni. Buni biz Popovo-Gadoni fenomeni deb ataymiz. Ikkinchisi ekstraksiya. Ekstraksiya o'zi nima? Ekstraksiya oddiy til bilan bu tish olish amaliyoti. Farqi nimada? Farqi kuchda. Agar biz ekstruziyada ortodontiya yordamida bo'lsa, yoylar bilan, mikroimplantlar bilan kam kuch bilan ekstruziya qilsak, udaleniya vaqti biz shipsi bilan ushlab qattiq katta kuch berib tortamiz. O'shaning uchun yon atrofdagi parodont to'qimalar, svязкалар hammasini uzib olamiz. O'sha bilan farqi faqat kuchda. То есть ekstruziya biz minimal kuch beramiz, ekstraksiyada maksimal kuch beramiz. O'shalar farq qiladi. Ikkinchisi intruziya. Intruziya bu tishni asta-asta botintirishi. Kimdirlar aytadi, yuqori jada biz tishlarni botintirsak, gaymiri bo'shliqqa kirib qolmaydimi, botib qolmaydimi? Yo'q, agar biz minimal kuch bersak, o'shani ortodontiyani tishimizni g'aroyib tomoni o'zini atrofiga o'zi suyak paydo qilib oladi. Agar kam miqdorda kuch bersak, kam miqdorda ko'p vaqtda kuch bersak, asta-asta o'z atrofiga suyak hosil qilib oladi. Ikkinchi farqi bu fkalachiya, ya'ni qoqish. Agar biz o'sha tishga juda ham katta kuch bergan bo'lsak, o'sha normasidan juda katta kuch bergan bo'lsak, tishimiz ildizimiz uchli bo'lgan hisobiga u просто tishimiz suyagimizga qoqilib qoladi. Xuddi mixni olib daraxtga qoqamiz, xuchini qoqilib qoladi suyakka tishimiz. O'shaning uchun buni katta farqi kuchda. Agar biz ekstruziya yoki intruziya qilmoqchi bo'lsak, kam kuch ko'p vaqtda beramiz. Agar biz fkalachiya yoki ekstraksiya qilmoqchi bo'lsak, biz katta kuch beramiz. O'shaning uchun ham ortodontiyada eng muhimi kuch emas, eng muhimi uni vaqti. Biz kam kuchda uzoq vaqtda berishimiz kerak. O'shandan keyin ortodontiyada побочный effektlar yoki qanaqadir qiyinchiliklar kuzatilmaydi. Agar sizga bu video juda ham foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarni kutib qoling. Ko'rishguncha xayr.